Assalomu alaykum aziz muxlislarim, yaxshimisizlar? Butun dunyoni, butun yer yuzini odamlar agar sendan yuz o'giraman desa ham, agar Alloh buni xohlamasa, bu narsa bo'lmas ekan. Chunki men nima demoqchimanki, kechagi voqealardan keyin bo'ldi, hammasi men uchun tugadi deb o'ylagan edim. Lekin bunday bo'lib chiqmadi, juda ham xursandman. Kecha chiqargan Sen degan qo'shig'im hali YouTube'ga chiqmay turib Instagramda rekka chiqib ketganidan juda ham xursand bo'ldim. Podдержка qilib turinglar, xudo xolisa sizlar uchun yanada ijod qilamiz. Yanada menga Alloh sizlarni yana qaytarib berganidan juda ham xursandman. Boshim osmonga yetdi. Xudo xolisa sizlar uchun yanada ijod zo'rlari, haqiqiylari endi boshlanadi. Va shuni maslahat berib qolamanki, barcha yosh oilalarga hech qachon urushmanglar. Agar urushsanglar ham prямой efir hech qachon yoqmaydi. Sog' bo'linglar.